Jamshid aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Xo'p, endi sizni kimlarda taniydi, kimlarda tanimaydi? Tanimaganlar uchun bir o'zingizni tanishtirib o'tsangiz aka. Bo'ldi. Tak, demak, men ismim Jamshid. Men shu Avtomasters.uz o'quv markazining rahbariman. Hozirgi kunda bu o'quv markazi ochilganiga 5 yil bo'lgan. Undan oldin men motorist hamda boshqa mana shu avtomobildagi texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha 30 yilga stajga egaman. O'sha tanigan taniydi. Ko'proq mana shu Sergeli, Chilonzor, Yakkasaroy, mana shu tumanimizda shogirdlarim bor hamda ustalar tanishadi. Aka, endi ish faoliyatingiz to'g'risida bir qancha savollarimiz bor. Shularni bir boshdan boshlasak. Xo'p. Bemalol. Birinchi savolimiz, avtoservisdagi ilk ish kuningizni bir aytib bersangiz bizga. O'zingiz esla olsangiz shuni. Eslash qiyin, chunki birinchi ilk bor avtoservisda ish faoliyatim bundan bir 25-26 yil oldin bo'lgan. No, esimda. Birinchi qilgan ishim bitta avtoservisga ishga joylashganman. Hamyon tozalab, chiroyli qilib. Birinchi qiziq joyi shundaki, birinchi mijoz. Birinchi mijoz hisoblanadi. U paytlar faqat Jiguli Moskvishlar bo'lgan. Birinchi qilgan ishim tormoz tizimi bo'lgan. O'sha mana Sergelida joylashgan avtoservisga birinchi avtoservisga ishga joylashganman. Ish faoliyatimni o'sha yerda boshlaganman. Tushunarli. Xo'p, Jamshid aka, bu sohani o'zgarishi qiyinchiliklari bor. Endi boshidan shogird bo'lib kirasiz, ustozdan gap eshitasiz, boshqa qilasiz. Endi sizni nima undagan mana shu sohada qolishga? Bu sohada aslida ota kasb soha bu. Yoshligimda mana shu 8 yoshimda mana shu sohaga kirib kelganman. Hamda juda ham yoqqanda bu menga. Qiyin deyishadi, boshqa deyishadi. Bitta narsani bilganmanki, mana shu sohada qiziqish bo'lsa bo'ldi ekan. O'zingiz ko'ra olgansiz. To'ppa-to'g'ri. Men juda qiziq bo'lgan, men shu sohada ishlab ketganman. Tushunarli. Xo'p, endi har kimda bir xatoliklar bo'ladi ish davomida. Endi siz o'zingiz qilgan eng katta xatoyingiz yoki-da ulardan olgan saboqlaringizni bir aytib bersangiz. Xato. Shu sohadagi xatoni agar xatoyim yo'q desam, aldagan hisoblanadi. Hammamiz xato qilganmiz. Lekin bir qanaqandir незначительный, ya'ni juda kichkinagina bitta ikkita xatoyim bo'lgan, lekin men undan keyin o'sha xatoyimni qaytarmaganman. Ko'proq mana shu dvigatel sohasida adashib, moy boshqacha moy qo'yib qo'yganman, yoshligim bo'ladi. Yo bo'lmasam balon qotirmagan paytimiz bo'lgan. Atak unaqangi bir katta xatoyimiz bo'lmagan. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolimiz. Shu sohaga kirayotgan yoki endi ustachilikni boshlayotgan, avtoservisni boshlayotganlar uchun o'zingiz bir maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Bu soha juda murakkab soha hisoblanadi. Bu yerda juda e'tibor bo'lish kerak. Ya'ni nimaga? Birinchi o'rinda ilm bo'lish kerak. Ya'ni shu qilayotgan ishingni aniq bilishing shart. Ikkinchidan muomala, ya'ni mijozlar bilan to'g'ri kontakt, ya'ni muomala qilish. Mijoz kelganda u bilmaydi seni kimligingni, qaysi yo'nalishda ishlashingni. Birinchi kelgan mijoz seni bilmaydi. Seni birinchi qiladigan ishing u bilan muloqot qilish. Yaxshi. Chiroyli, to'g'ri tushuntirib, ilmingni ko'rsatsang bo'ldi. Va uchinchidan asosiysi to'g'ri zapchas uni bilib, qanaqa zapchas qo'yishni, uni aniq bilishing kerak. Ana shu 3 ta qonun qoidasi bor. Shu 3 ta qonun qoidaga rioya qilgan har bitta usta kelajagi bor. Xo'p, endi bu yana bir qo'shimcha savol, o'sha mijozlar bilan ishlash davomida sizga qanaqadir qiyinchilik tug'ilganmi? Yo'q. Men juda tez chiqib ketardim, chunki til bilsang yaxshi deydi-ku. Har xil mijoz kelardi. Ruscha, tojikcha, o'zbekcha gaplashib, ular bilan muloqot qilganman hamda mijoz nima xohlayotganini men juda yaxshi bilganman. Gap ochiqini aytaman. Keladida, menga deydi, mana shunaqa qilish kerak. Bo'ldi, aka, men sizni tushundim. Tushuntirardim. Qiladigan ishimni bosqichma-bosqich qiladigan etaplarigacha tushuntirardim. O'sha mijoz 3 kun bo'lsa 3 kun, 4 kun bo'lsa 4 kun meni poylab, kutib, oxirida eng qizig'i rezultat deydi. Ya'ni qilingan ish. Juda xursand bo'lardi. Haligacha o'sha mijozlar haligacha menga telefon qiladi, haligacha. Tushunarli. Xo'p. Keyingisi.
shu ya'ni servis sohasida ishlaysiz и zapchastlar har xil turlari bor. Misol brendlar bor, misol Yuseka bor, boshqa bor, Supercool. Shulardan siz tavsiya qiladigan ishonchli ehtiyot qismli brendlarni bir o'zi sanab berishingiz, o'zingiz ishlatgan. Tak, men qaranglar, mana shu ish faoliyatimni to'xtatganimga 4 yil bo'lib qoldi. Hozirgi kunda aytdim-ku, o'quv markazida biz usta tayyorlaymiz. O'sha paytdagi brendlar bilan hozirgi brendlar farqi ancha bo'lib qolgan, o'zgarib qolibdi. Men ko'proq motor, yurish qismi bo'yicha bo'lganman, korobka zapchastlari bo'yicha. U paytdagi brend bilan hozirgi brend bir-biriga to'g'ri kelmaydi. No, eskilari hali ham bor, masalan, Valeo degan brend bor. Valeo. To'ppoviy brend bor. To'ppa-to'g'ri. Shular bilan ishlaganman. Yo bo'lmasam, kolodkalar bo'lardi o'sha payt. Hayku degan bo'lardi. Tormozdan kolodkalar. Endi hozir bormi yo'qmi bilmayman. Hozir kam endi. Kam, ha. Chunki juda qaranglar-da, har bitta o'zini dovri bor-da. Ana shu zapchastlarni ham yilga zo'rdan zo'ri chiqib kelaveradi. Buni bitta yo'li bor, har bitta ustaga uni probaga berib, ishlatib, anaqadan test rejimda o'tkazsa, bemalol keyin o'sha sohada zapchasi qo'rqmasdan mijozlarga tavsiya qilsa bo'ladi. Bemalol. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolimiz. Ustozlikka ilk bor kirishgan vaqtingiz. Shogird. Ya'ni siz ustoz bo'lgan vaqtingiz, shogirdlarni tayyorlash boshlagan vaqtingiz qachon bo'lgan? Tak, birinchi shogirdim qo'shnim bo'lgan. Qo'shnimi bolasini olib kelgan. Jamshiddan, mana shu o'g'lim xuddi senga o'xshab usta bo'lsin deb niyat qildim. Mana shuni bilan endi men birinchi marta-ku hali shogird chiqarmaganman. Birinchi qiziq bo'lar ekan-da bu narsa. O'rgatish, ilmingni berish, boshqa qilish. Endi bari birinchisi sal qiyin bo'ladi. Unga qattiq gapirasan, tezroq qil, boshqa qil, uni qil, buni qil. Xullas o'rgatganman, lekin 3 yilmi vaqt ketgan o'shanga o'rgatish. Zo'r usta bo'lib chiqqan boshqasi. Undan keyin bu menga yoqib qoldi, gap ochig'ini aytaman. Shogirdlar keladi, shogird olasiz, ha olaman. Shogird chiqarish bu juda bir murakkabda. Bu ustozlik qilish oson emas. Shogirdni birinchi eshitish kerak, nima xohlayotganini. Keyin eng asosiysi u bilan har doim har bir qilingan ish haqida oxirida o'tirib uni muhokama qilish kerak. O'shandagina u anaqa bo'ladi. Bizda umuman olganda mana shu servislarda shogirdlarcha juda past ko'rishadi shogirdlarni. Yerga urishadi. Ha, yerga urishadi. Mana sen paytingda bunaqa qilganman, bu yolg'on. Gap ochiq yolg'on. Uni kamsitish kerak emas. Uni nabarat ertaga u seni yuzing. To'g'ri. Mana sendan chiqqan har bitta shogird seni yuzing. Mana hozirgi kunda men ishlamayotgan bo'lsam ham mani shogirdlarim meni ishimni davom etmoqda. Men juda ham xursandman. Endi siz o'zingiz necha yil shogirdlikda yurgansiz? Aytdim-ku, boshida aytganimdek, bu ota kasb. 8 yoshimda boshlaganman. 2 yilda to'liq usta bo'lganman. 10 yoshimda, prosta bo'yim past bo'lgan, qiyin bo'lgan ko'tarish, to'dasida qilishlarga qo'shni bolalar bilan ko'tarib, ishlaganman. Balon ustiga chiqib, klapanlarni regulovka qilganman. Gap ochig'ini aytaman. Zo'r. 2 yilda usta bo'lganman. Xo'p. Shogird tanlashda uni qanaqa jihatlariga e'tibor berasiz? Shogird tanlashdami? Mana shu aytishadi-ku, barmoq hammasi bir xil bo'lmaydi. Shogirdlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Boshida kelishmovchilik har doim bo'ladi. Doim. Shogirdni tanlashda bizga masalan haqqimiz yo'q. Sen bo'lasan, sen bo'lmaysan. Uni vaqt ko'rsatadi. Shuning uchun iloji boricha bitta period degan narsa bor-da. 3 oy, 4 oy uni yoningda olib yurib, unga ozgina o'rgatib, qarash kerak. Chunki birinchi kundan u o'zini ko'rsata olmaydi. Tanlashda ba'zilar birinchi ko'rinishda aldamchi bo'ladi deyshadi-yu. Uni sirazu, yo'q, sen bo'lmaysan deb uni yerga urish kerak emas. Uni yuz tuzilishiga, yo bo'lmasam yurish turishiga, uni boshida ozgina tarbiyalab, sekin-sekin tushuntirib, keyin hunar o'rgatsa, unda bo'ladi. Xo'p, misol ba'zi bir ota-onalar majburan yuboradi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'zini bolalarini ustaga yuboradi, boshqa kasb sohalarga. Ularga siz qanaqa o'zingizning maslahatlaringiz berasiz? Misol sizga ham bo'lishi mumkin, bu majburan o'rgangani, o'zi xohlamayapti, lekin majburiy kelgan o'rganaman. Shunaqa bo'lganmi? Bo'lgan, juda ko'p bo'lgan.
Hop, o'shalardan birida man o'tirib bir kecha qiynalganman. O'tirib nima qilsam ekan shu bolani man o'zgartirsam. Bitta narsani bildim, ularga motivatsiya berish kerak. Motivatsiya degani bitta ishni qo'liga berib qo'yib, chetdan mijozni jo'natganman-da. Mani mashinam kim qildi? Mana xaridni men qildim. Молодец, zo'r qilibsan degandan keyin shu bolalar zo'rlab olib kelgan bola hamchi qiziqib usta bo'lib ketgan. Mani praktikamda shu narsa bor. Xo'p. Sizni nima deydi, o'zini ishi bilan bir muvaffaqiyatga erishgan bir shogirdlaringiz sanab bera olasizmi? Misol qanaqa? Sanab bera olmayman-u, lekin Asosiy hozir endi ko'zga ko'ringan shogirdlaringiz demoqchiman. ko'zga ko'ringan shogirdlar juda ko'p. Ko'pchiligi viloyatda. O'zimizdan ham bor, Toshkentda ham bor. Chirchiq masalan, yo bo'lmasam ko'pisi mana Surxondaryo, Qashqadaryoda bor, Navoiy, Buxoro. Vodiyda juda ko'p meni shogirdlarim bor. Endi ularning ismini men ayta olmayman, lekin hozirgi kunda ular shogird bo'lib chiqib ketganiga ham bir eng oxirgilarni olsak ham bir 7-8 yil bo'lib qolgan. Hozirgi kunda lekin yaxshi. O'zlari bor. Telefonlashib turamiz. Haligacha bir nozik joylar chiqib qolsa, telefon qilishadi. Biroq ustoz, men ketaman, sen уже noming chiqqan-ku desam, endi uni boshqalar biladi, siz deydi. So'rab turishadi. Ular nomini ayta olmayman, lekin ko'p. Xudoga shukr ko'p. Tushunarli. Endi hozirgi chiqayotgan ustalarga o'zingiz qanaqa maslahatlaringizni berasiz? Misol, yangi ish boshladi deylik. Shularga maslahatlaringiz. Maslahat bera olaman, lekin o'rgata olmayman, chunki har bitta usta individual hisoblanadi. Ya'ni o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha ilmi, bilimi bo'ladi, o'ziga yarasha puli bo'ladi deylik. Usta bo'lish masalan oson, lekin dalshi masalan keyin olib ketish sal qiyin. Nom chiqarish kerak. Yo bo'lmasam o'zini ko'rsatish kerak-da. Hozir juda oson bo'lib qolgan, masalan bizning davrimizda har bitta ishni biz o'zimiz qilganmiz. Hamma любой bitta ishni. Hatto golovkani charxlash degan o'sha payt bo'lgan, golovkani tekslash biz o'zimiz qilganmiz shuni. Charxtosh. Hozir juda oson bo'lib qolgan. To'kirga olib borishadi, golovka tayyor. Porshinlarni o'zi qoqib berishadi. Bu faqat nima qiladi? Eng oson yo'llarni qiladi. Vot. Ularga men maslahat bera olaman, o'zini ustida ishlasin. Chunki texnika shunaqa narsaki bitta joyda turmaydi. Kitob o'qisin, malakasini oshirsin, yana ham undan ilmliroq ustaga borib, bu o'zini kamsitgan hisoblanmaydi. Nabarat ilmini oshiradi. Shuni borib ozgina maslahat olsa, o'sha usta o'shaga maslahat beradi. Chunki mashina juda ko'payib ketganda hozir. Yangi mashinalar juda ham ko'p. Vot. Bo'ldi, men usta bo'ldim, mendan zo'ri yo'q deyish bu xato. Maslahatim bitta shu. O'zini ustida ozgina ishlab tursa, malakasini oshiraversa, o'zining ham bilimi oshib borib bo'ladi. Shu maslahatim shu. Endi hamma ustozlarda ham o'zgacha prinsip bor-da. To'ppa-to'g'ri. Endi siz qanaqa prinsipda ish o'rgatasiz yoki hozir dars berasiz? Bu sir emas. O'rgatgansiz, to'g'ri, oldin. Hozir endi biz to'ppa-to'g'ri. Qaranglar. Shaxsan men o'zimda metodikam bor. O'sha metodika bo'yicha shu o'rgatamiz. Bu chetdan qiyin bo'lishi mumkin, lekin qiyin emas. Любой bitta shogird yoki o'quvchini u bilan suhbat qilish kerak. Mana shulardan bittasi. Suhbat qilib, uni eshitish kerak. Bo'ldi, boshqa bitta sir yo'q. Nimani xohlayapti? To'ppa-to'g'ri. Nima xohlayotganini o'zi yetadi. Tushunarli. Xo'p, endi O'zbekistondagi eng ko'p nima deydi, motor jihatdan, hadovoy jihatdan ko'proq ta'mirga muhtoj mashinalar qaysi bo'ladi o'zi? O'zbekistondami? Ya'ni O'zbekiston mashinalari misol Cobalt bor, Sentra bor, Malibu bor, Spark'lar. Shularning ichidan siz o'zingiz bilganlaringiz endi motor jihatdan, hadovoy jihatdan. Endi bu yomonlashga kirmaydi. Misol endi ko'proq, tezroq motorga yetkazib qo'yadigan mashinalar degan bo'lsak. Yo'q, bular qaranglar. Motorlari yaxshi, hammasini motori yaxshi. Bizning aybimiz bor. Ya'ni shofyorlarning deylik, aybi bor. Usta demayapman, shofyorlarning aybi bor. Arzon mol qo'yishadi.
arzon zapchast qo'yishadi. И buni o'zini qonun qoidasi borda, mashinani haydash qonun qoidasi bor. Buni har bitta usta bilishi shart. Ya'ni okey, qarang, mana yangi mashina keldi, boshladi remont qilishni. Uni juda osonda yo'li. Okey, razvalga har 10 mingda kiring. Balansirovkaga har 5 mingda kiring. Mamnuqa benzin qo'ying. Mamnuqa zapchast, kolotka, mana расходник deymiz. Kolotka deymiz, zubchator emen, generator emen. Bizda nimaga narxga talashishadi, arzonroqni qo'yib qo'yishadi. Ходовой zapchastda ham xuddi shunaqa. Masalan, shunaqa Porsche shunaqa ko'lsalar bor, ko'pchilik uni qo'ymaydi. Qimmatda. Ular qimmat. Juda qimmat. Oddiy kapремонт qilishadi, 70-80 mingda уже bo'ldi. Yana boshqatdan qilish kerak. Lekin yaxshi brendовый juda ham yaxshi zapchastlar qo'ysa, u 100 mingdan ko'p yuradi. Yaxshi moy qo'ysin, yaxshi moy. Farqi uncha deyarli ko'p emas. Bizda nomi chiqadi, ma'lum bir moylarni mana shundan quydim zo'r ekan. Anaqa radio yaxshi ishlaydi bizda. Bir-biriga yetadi. Paloncha choyxonada o'tiradi, men deydi palonchi moydan quydim. Bo'ldi, bu miyasiga o'tirib qoladi, u ham shundan quyadi. Lekin har bitta motorda bizning dopisk bo'ladi. Любой motorda. Yurish qismi mayli endi. Masalan, oddiy bitta balon qo'yishda ham ko'pchilik adashadi. Akkumulyatorlar adashishadi. Qanaqa akkumulyator yaxshi desa, Delkor, Jizzax, hammasi ham yaxshi. Yo'q bo'lmasa narxiga qarab olishadi. Yo'q, uni o'ziga yarasha tekshirib, to'g'ri. Hech qachon bizda o'qimaydi. Har bitta zapchastda o'zining qog'ozi bo'ladi ichida. Qayerda chiqqan, qanaqa narsalar ishlatilgan, nima qo'shilgan, hamma haqida полный to'liq informatsiya bor. Bizda yo'q. Bering deydi, dalivka qilaman antifriz. Jitkis. Eng qizig'ichi jitkis olaylik, tormozdan jitkisi. Bizda hech qachon uni almashtirishmaydi. Lekin uni ham probegi bor. Ham bu viloyatga yuradigan taksilar bor. Shu narsaga ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Перевалga chiqadi, tez yuradi, sekin yuradi, jitkisi o'z xususiyatini yo'qotib boraveradi. Bizda hamma o'rganib qolgan, faqat motor moyini almashtirsam bo'ladigan narsa. Yo'q. Topливный filtrlar bor, masalan, yaxshi benzin quysa, yaxshi moy solsin, vaqtida texnik ko'riklardan o'tsa, motor ham, yurish qismi ham hammasi cho'tga yuradi. Bu sir emas bu. Tushunarli. Qonun qoidasiga rioya qilsa bo'ldi. Xo'p, endi biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan moshlarda bir zaif tomonlarini o'z uchratganmisiz? Qaysidir motor qismida yoki ходовой qismida tezroq ishdan chiqish holatlari qoladi. Endi baribir o'zimiz zaif emas, lekin zaif tomonlarni bir sanab o'tsangiz. Mana shuncha yildagi tajribadan kelib chiqqanda yana bir marta aytaman, mashinada zaif tomoni yo'q. U o'zimizda ayb. Yana bir marta aytaman. Ustalar, masalan, ustalar kirganda har doim kamchilikni qidirishni boshlaydi. Kamchilikni. Okey, mana bunaqa bo'pti, mana yo'q. Avvalambor uni birinchi o'rinda probegini so'rash kerak. Qancha yurgan mashina? Shuncha yurgan. Nimalar qilgansiz shu paytgacha? Boyaga aytganimdek, muloqot klient bilan, ya'ni mijoz bilan muloqot qilsa, polni уже tushunib oladi mashina haqida nima gapsiz. Klient tushunmaydi-da. Usta aka, men betim taqillab qopti. Все, bo'ldi. Usta ko'tardi, qaradi, bo'ldi, sharoitga ketibdi, 4 ta lovni almashtirish kerak yoki 2 lovni. Sanli blok. Endi unga ham ish to'g'ri, lekin zavod bilan keyingi ikkilamchi qo'yilgan zapchasi farqi juda katta. Juda katta. Uni bo'lmas yechib olib tashlab ana qilish shart emas. Mana shunaqa deb bilaman. Oddiy misol bitta kalotkani olaylik. Ko'pchilik shu savolga javob topmaydi-da. Nima uchun deydi, zavodskiy kalotkamiz buncha yuradi. Keyingi qo'yganim buncha yuradi. Switchamiz buncha yuradi. Boshqa almashtiramiz yana. Almashtirgandan keyin u kamayadi. Ana shu savollarga javob har doim bor. Shuni prosta aytdim, o'zing ustida ishlab, ozgina malagasini oshirsa, har bitta narsaga savoliga javob topiladi. Tushunarli. Xo'p, qancha vaqtda, misol motorda yoki ходовойlarda tekshiruvdan o'tkazib turish kerak? Motor bu shunaqa narsaki, har moy almashtirganda o'zini qonun qoidasi bor-da. Topливный filtri bor, воздушный filtr, salon filtr deydi-ku. Bular hammasi расходник.
qishki mavsum bor, yozgi mavsum bor. Qishki mavsumda nimasi yaxshi? Ozgina bo'lsa ham ko'proq yuradi. Ko'proq. Chunki chang kamroq, hokazo. Yozgi mavsumda mana shu воздушный filtrini oddiy bitta kichkina arzimagan 15-20 ming so'mlik filtri vaqtida almashtirmasa, motorni tez yetilishiga sabab mana shu. Mana shu oddiy bitta воздушный filtr. Topливный filtr vaqtida almashtirmasa, injektor to'lishi ana shunga bog'liq. Shuning uchun dvigatel ertalab turdi. Любой shofyor. Endi bizda bu narsani qilmaydi hech kim. Turib moyani bitta tekshirsa bo'ldi. Уровень. Antifrizni bitta ochib qaradi, tak joyida. Bo'ldi. Zavod qilib ketaverdi. Lekin o'zining qonun qoidasi bo'yicha ходовойimizni har 10 mingda просто техосмотр kirib, подтяжка, razvod, balansirovka 10 ming kilometrda bir marta dvigatelga tegishli diagnostik oldiga kelsa, shunda skomatik tiqadi, переменный parametrlarni bitta ko'radi. Okey deydi. Normalniy. Yo bo'lmasa zaslonkangiz уже to'lib qolibdi deb o'zi yetadi. Hamma narsani vaqtida qilgani yaxshi deb bilaman. Misol yaqinda bitta holat bo'ldi. Bir mijozimiz mashina xarid qilgan. Zupchtremenda almashtirmaganda. Xo'sh. Almashtirmadi, keyin aytayaptiki, o'sha motorga men tushdim dedi. Endi zupchtremenda misol o'zimiz boshlarda qancha vaqtda tekshirtirish kerakki, almashtirish kerak? Zupchatremen birinchi o'rinda o'zini firmalari bor. O'sha firmalar probegiga kafolat beradi. Zupchatremenni o'rtacha olganda 50 mingda, 40 mingda o'zi almashtirib turish kerak aslida. Endi zavoddan chiqqan zupchatremen ko'proq yuradi. Nima uchun? Chunki ular standart bo'yicha natashkasini beradi. Natijitelь deyiladi. O'zini remeni natashkasini tekshiradigan anaqa apparatlari bor. Bizning ustalar na глаз. Всё, уже tortilishi, zavod bo'lishi уже o'zgardi. O'shani hisobiga ham kelgan. O'sha ana yorilishlar paydo bo'ladi, treshina bergan bo'ladi, tishlarda anaqa. Bizda bunaqa qilib tekshirib, bitta ochib, bitta qaraganda, bo'ldi, ketibdi deydi yoki boshqacha deydi. Birinchi o'rinda zapchasi firmasini, nomini bilib, qancha probeg yurishini taxminan chiqarsa bo'ladi. Вот. Ko'p ustalar 95% e'tibor qilmaydigan bitta narsani aytaman. Motosoat degan narsa bor. Motosoat? Motorni ishlash soatimi? Soati bor o'zini. Moy almashish ham shunga kelib chiqadi. Remen, topливный injektor hammasi mana shunga kelib chiqadi. Lekin ko'p ustalar shu narsani bilmaydi. Bemalol telefon qilsa, men chiroyli qilib tushuntirib beraman. Keyin aytib o'tdingiz, yaxshi zapchasi qo'yish kerak dedingiz. Endi hozirgi kunda har xil zapchaslar bor. Juda ham ko'payib ketgan. Misol aytaylik, oddiy kolotkani yoki motor zapchasini analogi bor, sex varianti bor, 3-4 varianti bor. Shularni qabul qiladigan, ya'ni qo'yadigan vaqtda endi do'konlar taklif qiladi. Bunisi buncha, bunisi buncha. O'shani siz farqini bir qanaqa qilib aniqlashlari mumkin? Farqini aniqlash nima masalan? Motor zapchasimi? Motor zapchasi. Qaranglar, motorda asosan 3 ta narsa asosiy bo'ladi, ya'ni kolsa, porshin, klavish. Uni tekshirish yo'li juda oson. Porshini o'sha zavod chiqarayotgan производитель deydi, ishlab chiqaruvchi zavodini bilish oddiy oson, ana tekshirish oson. Korobkasida o'zini QR kod bo'ladi. Ozgina bitta tekshirsa, qachon ishlab chiqarilgan, nimadan, qanaqa, qaysi davlat, Yevropa, Osiyo, Amerika, farqi yo'q, rossiyskiy deydi. Biz hammasi kelib chiqadi. Poddelkasini men tavsiya qilaman, umuman ishlatishmasin. Chunki ustani nomiga minus, katta minus, hamda o'sha haydovchi uchun dvigateli ko'p yurmaydi. Bu 100%. Yurish qismi ham xuddi shunaqa. Poddelkasini topish в принципе juda oson, rangiga ishlatilgan metal porshin deyiladi. Ko'pchilik uni alyumin, duralyumin deyishadi. Yo'q, o'ziga yarasha splav bor. O'sha splavini tekshirish yo'li juda oson. Juda ham oson. U ham sir, uni eski ustalar biladi. Oddiy bitta napilnik olib, chetini ozgina qirgandan keyin o'zi kelib chiqadi. Tushunarli. Xo'p, siz boshida aytib o'tdingiz, mijoz bilan muloqot, ya'ni ustani o'sha servisda uchun уровеньni ko'taradi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi hozirgi kundagi nima deydi?
ustaxonalarda shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, ya'ni mijoz yo'qotish holatlari. Ko'p bo'lyapti hozirgi kunda. Siz bularga qanaqa qaraysiz? O'zingizni bir Shaxsiy maslahat, shaxsiy fikringiz. Mijoz yo'qotish juda oson. Bitta arzimagan ish bilan mijoz yo'qotish oson, juda ham oson. Lekin uni yig'ish eng qiyini yig'ish. Har doim mijoz kelganda birinchi o'rinda o'zingni tanishtirishing kerak. O'zingni tanishtirish, chiroyli tanishtirdi. Ikkinchi o'rinda uni quloq solish kerak. Ikkinchi o'rinda quloq solib nima xohlayotganini tushunish kerak. Chunki mijozda unga agar o'zi bilganda o'zi qilardi shu ishini. O'shaning uchun biz ustalarga murojaat qilyaptimi, demak u ojizlik qilib san oldinga murojaat qilyapti. Hech qachon o'zingdan o'zing, masalan, mashina keldida, prosta mashinani tekshirib ber deb keldimi, chiroyli tekshirib ber. Bor bilimingni shu mijozga tushuntir. Ya'ni, okajon, baloningiz mana bunaqa bo'libdi, kalotkangizga buncha qolibdi, moyingizga buncha bo'libdi, daftarchangizni ko'rsating, daftarcha yo'q. Все, tushuntirib ber. Okajon, mana bunaqa moyi o'zini daftarchasi bo'lishi kerak. Все, oddiyda bu. Antifriz qachon anaqa qilgansiz? O'tgan yil qishda almashtirganman. Bo'ldi, shuni apparatlari bor, refraktometr deydi. Shuni olib tekshirib, bitta tekshirdimi, okajon, yaxshi ekan antifrizingiz yurar ekan. O'sha ko'rdinglarmi? O'sha kontakt boshlandi. Muomalada. Bor. Ikkinchi o'rinda tozalik, ish joyingiz tozaligi. Ya'ni instrumentlar joy-joyida, oyoq tagida ortiqcha narsa yo'q. Uchinchisi bu ustani yurishtirishi. Ya'ni gap so'zi, e'tibor. U qo'li moy bo'lsin, usta bo'lgandan keyin qo'li moy bo'ladi, usti moy bo'ladi. Demoqchi bo'lgani, sochlariga qarab, masalan, soch qoliga qarab, akkuratni, приятный bo'lsa, mijoz bemalol o'tkazadi mashinasiga. Hozirgi kunda, kecha kunduzda mijozlarimiz juda noziklashib ketdi. Mashinasini oldiga yaqinlashtirmayapti ustalarni. Shogird, sen o'zing qilsang qil, bo'lmasam shogirdiga yaqinlashtirma. O'sha shogirdni shu ustozi jo'natdimi, demak o'shanga ishonadi. Chunki mashinaga javob beradigan usta bo'ladi. O'shaning uchun nima deydi? Ishonch hosil qilish uchun unga ilmli so'zlarni aytib, sen o'zingni bilimingni tushuntirsang, mijoz tushunadi. Narx-navo u oxirgi o'rinda. Narx-navo birinchi o'rinda muloqot, chiroyli muloqot, tushuntirib, zapchastlarini tushuntirib, ilmingni tushuntirsang, mijoz saniki. Yo'qotish bittagina vaqtida qilib bermagin, telefonda o'sha telefoningni ko'tarmasang, bo'ldi. Mijoz, ustaxona tiqilib yotibdi deydi-da, boshqa yoqqa ketib qoladi. Yo bo'lmasa sarson qilishadi bizning ustalar. Palon zapchasi olib keling. Olib keladi, bu bo'lmaydi. Do'konchi bilan o'sha ustani orasiga mijoz yugurdoq bo'lib qoldi. Do'konchi menga bo'ladi deb aytdi deydi. Mana hozirgi mana shu sharoitda kimga ishonish kerak? Ustagami, do'konchigami? To'g'ri. Keyin yana bir holatlar bo'ladi. Misol bitta usta ma'lum bir do'kon bilan kelishib olgan bo'ladi-da. Ya'ni o'sha servislardagi bu halollikni buzadi deb o'ylayman men. Misol boradida, men bu zapchast bu do'konda arzonroq, lekin bu kelishib qolgan do'konda qimmatroq. Siz bunga o'zingiz qanaqa qaraysiz? Yo'q, men bunga negativ qarayman, sразу aytib qo'yaman. Chunki bitta o'sha ustani maqsadi pul bo'lyapti. Nom emas, pul bo'lyapti. Pul shunaqa narsaki, bugun bor, ertaga yo'q. Lekin nom sandan oldinroq yuradigan narsa. Shuning uchun bitta tavsiyam bor. Barakali bo'lishni xohlasa, mijozlarning sonini ko'paytirsin. Do'konchilarni yomonlash kerak emas. Do'konchi ham imini bozorda nima talab yaxshi bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsani olib keladi. Xohlasang deydi, mana podoriginal, xohlasang original, xohlasang zavod. Mana xohlasang buni ol, xohlasang buni xohlasang. Tanla o'zi. Tanla deyapti. Lekin usta nima qiladi? Uchalari ham bir xil, o'xshash, korobkasi ham o'xshaydi. Arzonni olib, mijozga deydi, men palon so'mlik narsani qo'ydim deydi. Original narxida, to'pa-to'g'ri. Bitta mijozlarning sonini ko'paytirsa, ham pul ko'payadi, ham barakali bo'ladi. Keyin misol shu avtoservisda marketing degan narsa bor, ya'ni mijozni servisga ko'proq jalb qilish. Siz aytganingizdek, birinchisi o'sha muomala,
keyin servisda yaxshi xizmat ko'rsatishi. To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari yana qanaqa o'zingizni prinsiplaringiz bo'lgan shu servis davomida mijozlar jalb qilgan? Avtoservisda ishlashmi? Qaranglar, ko'pchilik ko'p ustaga shu savol berganman. Servis nima deganimda, servis so'z ma'nosi. Ko'pchilik topolmagan. Mana ustaxona deydi, yo'q deyman. Mana avto servis. Xizmat ko'rsatish. O, rahmat. Servis degani xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish turi juda ko'p. Juda ham ko'p. Shuning uchun bizada ham avto servisda xizmatingni shunaqa ko'rsatkinki, uni mijozing ko'rmasin. Sen unga aytma. U ketgandan keyin o'zi ham bilib oladi. Xo'p, Jamshid aka, podkastimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Endi mijozlar, ya'ni yokida ustalarga bir tavsiyalarimiz. Boshqatdan o'chiringni qo'yib. Olore. Xo'p, bu Jamshid aka, podkastimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Endi obunachilarimiz yokida ko'rayotgan insonlar uchun keyingi podkastimiz nima haqida bo'lishi mumkin yoki nima haqida bo'lishi kerakligi gapim esimga chiqib qolyapti mana. O'zini yozsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunga qarab biz keyingi mana shunaqa ustalarni chaqirib savolda. Xo'p, Jamshid aka, o'zimiz ya'ni podkastimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizni ko'rayotgan odamlar kommentariyaga qanaqadir qiziqargan savollar bo'lsa yozinglar. Keyingi podkastlarimizda o'sha savollarga podrobniy, ya'ni to'liqroq qilib javob berishga harakat qilamiz. Jamshid aka, sizga ham katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ishlaringiz omon. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.